bunaqangi vaziyatni pivani ham reklama qiladi. Men noinsoflar pivaga. Xotki o'sha tepada o'tirganlar buni bir ko'rmaydi. Men bir xalqning bir oddiy vakiliman. Bu kim qanaqa bir hamma o'zidan kelib chiqarib negativ qiladi-da. Men o'shani ichimga yutolmayman. Kimdir yutadi, jim yurishga xohlar. Lekin kimdir buning tepasida bir bilmadim, boshqa tashqi kuchlar bormi? Men o'zim hayron qilyapman oxir paytlarda. Ondan ko'ra bir foydali biron bir mahsulotni reklama qilinglar. Xalqqa bir giyoh hech bo'lmasa bu mana bitta bir topilgan xalqqa bir foydasi tegadigan nima rakni davosi dinglar yo boshqa dinglar, sog'lomlashtirish bir nima deydi, bayram o'tkazinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Toshkentda mana kuni kecha pivo bayrami bo'libdi. Pivani ham bayram qilib, reklama qilib, shu bir foydali narsani reklama qilsa bo'lmasmikin? Mana bizda o'zimizda, mana bu Nurobod tumanida, endi bizda Samarqand viloyati Nurobod tumanida, Nurobod shaharda mana yaqin oylar ichida bo'lgan voqea. Shu bir ikkita reklamalarni keldidagini hammasini yig'ishtirib, mumkin emas deb hech kimdan so'ramay zo'ravonlik bilan sindirib, mashinaga ortib yo'qib ketdi. Hani endi bu reklamalar maishiy xizmat deymizmi, mana bu meditsinskiy yoki masalan oziq-ovqat mahsulotlari uchun qilingan reklamalar edi. Umuman foydali, insonlar uchun foydali bo'lgan narsalar. Endi bu Toshkentda kecha yana poytaxtimizda, O'zbekiston Respublikasining poytaxti Toshkentda bo'lgan pivo reklamasi, pivo bayrami bo'lgandan keyin yana qayerda Toshkent shahrida. Endi Toshkentda odamlarni umuman juda ko'pchiligini bir namozxonlar, bir yaxshi bir diniy iymonli insonlar sifatida bilaman. Lekin mana ajablanar shundaki, mana kecha ijtimoiy tarmoqlarda ham men boshida bir ko'rib qoldim-da, oldiniga ishonmadim. Qandaydir bir sun'iy intellekt bilan yaratilgan yoki bir boshqa joyda ekan bu ko'rsatyaptimi ekan degan xayolga ham bordim. Ana endi bugun yana bir to'liq tafsilotini so'rasak, o'sha Toshkentda bu pivo bayram qilyapti. Bunga eng yomoni yoshlarimiz gruppa qizlar, o'g'illar hammasi o'sha qilib boryapti-dagini. O'sha bayramda o'ynayapti, qatnashyapti. O'sha pivo haqida ma'lumot menimcha shu bekorga emas-ku shu reklama. Pivo bayram bo'lgandan keyin shu pivoni reklama qilyapti. Shu tushuncha bo'ladiki, shu pivo mumkin ekan, pivo foydali ekan degan tushunchaga ega bo'ladi. Shuncha yoshlar borgan. Uni shu Toshkent shahrida ondan tashqari mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapman, yosh qizchalar, yosh bolalar o'sha yerda ota-onalarga borganini ham ko'ryapmiz-da. Bu shunchalik odam ko'pki, boyagi bayramda. Buni ko'rib odam hayron qolasiz-da. Har reklamani o'zi mana televizorga aytayapsizlar. Televizorda o'sha pivo bormi, spirtnoylar ziyon keltiradigan narsalarni tagiga masalan yoziladi televizorda reklamasida ham zararlari haqida. O'zi shu televizorga berishni o'zi mumkin emas o'zi. Aslida umuman mumkin emas, reklama qilish kerak emas. Bu xalqni shunchaki bu o'zimizni xalqimizni bir zaharlash degani. Bu tezroq umrini qisqartirish degani. O'zi bu umuman spirtnoyni o'zi reklama qilish. Endi unisi ham mayli. Endi katta bir poytaxtda endi buni tashkillashtirishning nima keragi bor? Nima keragi bor? Men shu tarmoqqa chiqim kelmaydi, gapirgim kelmaydi, kerak emas deb odam ichingizdan portlab ketasiz ba'zi paytda. O'sha Toshkentda o'tirgan mas'uliyatli insonlar, katta-katta nima deydi? Katta kursilarda o'tirganlar, deputatlar bo'ladimi? O'sha ichki ishlar organi bo'ladimi? Boshqa organlar bu narsaga bilmadim bir o'zini fikrini bildirib, nimaga buni reklama qilyapsan? Shuncha odamni yig'ib bu foydali narsa bo'lsa-ki, buni qilsang degish nahotki o'sha Toshkent shahrida topilmadi. Foydali narsani reklama qilsin, gap bo'lish mumkin emas. Bu shunchaki millatni spirtni reklama qilib, spirtnoy masalan, pivoni reklama qilib, bu millatni shunchaki boyagi jarga olib borishda bu. Jarga uloqtirishda bu reklamani sekin-sekin buni singdirish. Buni kim qilyapti bu? Bilmadim, buni tagiga yetish kerak deb o'ylayman. Chunki bunaqa o'z-o'zidan ruxsat berilavermaydi bunaqa narsalar. Pivo bo'yicha reklama, ya'ni pivo
bayrami degan narsa o'z-o'zidan birdan paydo bo'lib qolmaydi bu. Buni qayerdandir bir joydan buni nimadir xohlayaptiki, buning ildizi tagida bir juda bir boshqa siyosiy masalalar bor. Ya'ni LGBTni tiqishtirish, g'arbning nimalarini kiritish, menimcha qandaydir mana shu ish o'shani bizni xalqimizga, bizning yurtimizga shu narsalarni singdirishga harakat qilayotgan ba'zi bir kuchlar bor. Men avvalambor mana shu xalqimizdan iltimos qilib qolardim, mana shu joylarga shunaqangi spirt yoshlarimizni tubsizlikka, jarga olib boradigan mana shunaqa reklamalik bayramlarga iloji boricha to'g'ri tushuntirib yoshlarni yubormaslikka harakat qilish kerak ota-onalar avvalambor. Bundan tashqari o'sha mana shu poytaxtdagi mas'ul hokimliklar bo'ladimi? Avvalambor yana prezidentimizga shunaqangi bir umuman bizning mana shu yurtimizdagi ko'pchilik insonlarga zarar beradigan, xalqimizga umuman mumkin bo'lmagan, kerak emas zaharli odatlarga olib boradigan mana shu spirtli ichimliklar iste'moli, mana pivo bayramlari, o'shalarning reklamalarini umuman taqiqlashingizni iltimos qilib qolardim. Endi bu yog'i juda kundan kunga oshib boryapti endi bu. Oldiniga qarab turdik, bu vaziyat xalqimiz chidab kelyapti. Endi sekin LGBTga astagina unga bemalol yuradiganlar paydo bo'lib qoldi. Endi ichki ishlar ham harakat qilyapti, boshqa harakat qilyapti-yu, lekin kimdir buning tepasida bir bilmadim, boshqa tashqi kuchlar bormi? Men o'zim hayron qilyapman oxir paytlarda. Bunaqangi vaziyatni pivani ham reklama qiladi, men noinsoflar pivaga. Undan ko'ra bir foydali biron bir mahsulot reklama qilinglar. Xalqqa bir giyoh hech bo'lmasa bu mana bitta bir topilgan xalqqa bir foydasi tegadigan nima rakni davosi denglar yo boshqa denglar, sog'lomlashtirish bir nima deydi, bayram o'tkazinglar. Sog'lomlashtirish kuni deb o'tkazinglar hech bo'lmasa. Hamma o'zidan mana giyohchilar borsin, yo bo'lmasam tabiblar, mediklar borsin-da, xalqqa shu foydali bo'lgan narsani reklama qilib shu yerda bayram qilib bersin. Sog'ayganlar xursand bo'lsin. Pul berib boyagi nima deydi, xursand qiladigan savob ish qiluvchilar bor, o'sha bayramda qatnashsin, xalq qatnashsin shu yerda. Ya'ni endi pivani olib borib reklama qilgandan keyin endi bilmadim endi bu. Juda ham odam bilmadim, bu asabingiz charchab ketadi bunaqa narsalar ko'rib. Nahotki o'sha tepada o'tirganlar buni bir ko'rmaydi. Men bir xalqning bir oddiy vakiliman. Bu kim, qanaqa, bu hamma o'zidan kelib chiqarib negativ qiladi-da. Men o'shani ichimga yutolmayman. Kimdir yutadi, jim yurishga xohlar. Kimdir deydi, chiqasan foydasi yo'q, falonisidan, mayli sizga foydasi yo'qdir. Men shunchaki shu narsani aytayapmanki, eshitsa, eshitmasa Alloh bilib ko'rib turibdi. Shunga biz befarq emasmiz shu narsalarga. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun men endi hammamizda ham vaziyatlardan kelib chiqib bu narsaga munosabat bildirib, hech bo'lmaganda mana shu narsani o'sha ijtimoiy tarmoqda bo'ladimi, o'zimizni fikrimizni bildirsak, shu narsalarni shu oldini olgan bo'larmidik. Xalqimizni mana shu targ'ib qilayotgan, mana shunaqa ichkilik deymizmi, spirtnoy, har xil mana xalqimizni shu avlodiga, bizning mentalitimizga yomon ta'sir qiladigan mana shunaqa narsalarni oldini olishga harakat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Shuning uchun o'zlaringizda fikrlaringiz bo'lsa, mana shu fikrlaringizni qoldiringizlar. Nima deb o'ylaysizlar? Shu o'zi shunaqa narsa kerakmi o'zi shunaqa narsani?